Assalomu alaykum. Efirda e'tiboringiz markazida tok-shousi. Bugun ham barchamizning e'tibori markazimizda bo'lib turgan mavzularda fikr, mulohazalar yuritamiz. Barchangizga ma'lumki, yurtimizda inson qadri har narsadan ustun turadi. Bugun xalqimizning farovonligini ta'minlash va yashash tarzini bundanda yaxshilash maqsadida ulkan ishlar olib borilmoqda. Jumladan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab qarorlar va qonunlar ham qabul qilindi. Xo'sh, bugun ularni to'laqonli qo'llab-quvvatlash maqsadida qanday ishlar olib borilmoqda? Muhtoj shaxslar yaratilgan imkoniyatlardan qanday foydalanishmoqda va ularning huquqlari to'liq ta'minlanyaptimi? Bugun ular uchun yaratilgan imkoniyatlar va qulayliklar yetarlimi? Anglagan bo'lsangiz kerak. Bugun studiyamizga yig'ilgan mutaxassislarimiz bilan birgalikda aynan shu mavzularda fikr, mulohazalar yuritamiz. Va eslatib o'tamiz, ayni paytda siz bizni to'g'ridan-to'g'ri efirda aynan Jizzax viloyat televideniyasi orqali va Jizzax radio kanali orqali tinglab tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda ham mavzu yuzasidan savollar, fikr, mulohazalar tug'ilayotgan bo'lsa, agar radio orqali tinglayotgan bo'lsangiz 72 kodi bilan 226 0841 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savolingizni yozib qoldiring yoki ekraningizda ko'ringan manzillar orqali bizga SMS tariqasida savol yo'llash imkoniga egasiz. Demak, sizni ham ishtirokingizni kutib qolamiz. Albatta, mavzu sizni befarq qoldirmaydi. Keling, dastlab bugungi kunda aholi orasida uchrab turgan nogironlik holatlariga nima sabab bo'lyapti? Buning asosiy omillari nimada deb o'ylaysiz? Shu haqidagi fikrlar bilan suhbatimizni boshlasak. Marhamat, eshitamiz. Nogironlikka olib kelinadigan sabablardan bittasi eng avvalo bu sog'lom turmush tarziga rioya etib hayotimiz davomida shunaqa to'g'ri ovqatlanish, jismoniy harakat. Albatta hozirgi kunda nogironlikka olib keluvchi kasalliklar yuqorida aytgandek haqiqatan ham sog'lom turmush tarziga aholimiz o'rtasida rioya qilmaslik, ya'ni kam harakatlik, ovqatlanish rejimiga rioya qilmaslik va hokazolar. Yana keyingi kunlarda aholi o'rtasida ekologiyaning buzilishi ham aholida insonlar sog'lig'iga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Keyingi vaqtlarda ko'pincha yurak qon tomir kasalliklari, asab sistemasi kasalliklari, suyak bo'g'in kasalliklari aholi o'rtasida bu kasallikka chalinishlar ko'plab kuzatilmoqda. Endi bu kasalliklar bilan chalingan bemorlarimizning albatta vaqtida davo kursini o'taganda vaqtida albatta bular nogironlik darajasiga olib kelmaydi. Ko'pincha bu xalqimizning, aholining o'z sog'lig'iga e'tiborsizligi tufayli boshlanish vaqtida o'sha kasallikni to'liq davolanmasligi tufayli kasallikning surunkali formaga o'tib ketishi natijasida kasallikni nogironlikka olib keladi bu kasalliklar. O'shani vaqtida davolanish kerak, vaqtida vrachlarga murojaat qilish kerak. To'g'ri davo kursini o'tasa, bemorlar hech qanaqangi nogironlikka olib keluvchi holat kuzatilmaydi bemorlar o'rtasida. Albatta, har bir inson 4 muchasini sog' bo'lishini, jamiyatda sog'lom va tetik yashashini istaydi, lekin yuqorida mutaxassislarimiz, shifokorlarimiz ta'kidlab o'tganidek, sog'lom turmush tarzi hayotimiz uchun, salomatligimiz uchun qanchalik muhim ekanligini esa ba'zida unutib qo'yamiz. Demak, biz aynan mana shu tushunchalarni xalqimizning ongiga singdirish maqsadida patronaj hamshiralar bilan yoki oilaviy poliklinikalar bilan hamkorlikda ishlashimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Bu borada qanday ishlar olib borilmoqda? Marhamat. Bu borada avvalambor nogironlikka olib keladigan tibbiyotda 2 guruhga bo'lamiz. Shunday nogironliklar borki, bular tug'ma. O'sha tug'ilgandan nogironlik bo'ladi. Keyingi nogironliklar esa hayot davomida shu shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, ehtiyotsizlik tufayli yuz bergan, ya'ni orttirib olgan kasallik hisoblanadi. Hozirgi vaqtda shu nogironlikni oldini olish uchun biz tug'ma kasalliklarning oldini olish uchun yuqori sinf bolalari bilan, qizlar bilan alohida suhbatlar o'tkazib, ayniqsa turmush qurayotganda nima uchun tibbiy ko'rikdan o'tasan, nimaga e'tibor berishing kerak deb ularga tushuntirib, quloqqa quyib boryapmiz. Chunki agar yoshlar o'z vaqtida shu narsani bilib, to'g'ri tibbiy ko'rikdan o'tsa, sababi mana tug'ma
nogironlikning asosan 3 ta sababi bor. Birinchisi bu ota-onaning narkotik moddalarni yoki psixotrop moddalarni qabul qilishi yoki surunkali alkogolizm orqali paydo bo'ladi. Keyingi hayot davomida paydo bo'lish asosiy qismi bu ehtiyotsizlik va sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik natijasi, ayniqsa to'g'ri ovqatlanmaslik natijasida har xil kasalliklar, ayniqsa yurak qon tomir kasalliklarini orttirib oladi yoki bo'lmasa kam harakatlik tufayli tayanch harakatlarida kasalliklarni orttirib oladi. Ulardan hammasi insonning o'ziga bog'liq. Agar inson sog'lom turmush tarzi degan nima deganim? Bu har bir odamning har kun tinmay o'z sog'lig'ini mustahkamlashga harakat qilish kerak. Bu harakat. Agar har bir inson har kun o'z sog'lig'ini saqlash uchun tinmay harakat qilsa, albatta u uzoq yashaydi. Shuning uchun odamlarimiz doim har kun ertalab turganda avvalambor o'z sog'liqlarini o'ylab, hech bo'lmasa ertalab 5-10 minut gimnastika qilishi, kechdan qurum piyoda yurishi, ovqat yegandan keyin albatta yarim soat, 1 soat sayr qilishlari zarur. Bu esa sog'lom turmush tarzi qoidalarining eng muhim jihatlari. Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning huquqlarini himoya qilish borasida qabul qilingan qarorlarning ijrosini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlarga ham to'xtalib o'tsak. Marhamat, eshitamiz. Men Jizzax viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi Davlat mehnat inspeksiyasidan qatnashyapman. Inspeksiya boshlig'i o'rinbosariman. Ismim Tohir, familiyam Xolboyev. Kasbim nuqtai nazaridan haqiqatda berib o'tilgan savolga mana shu hozirgi mana ish beruvchilar tomonidan, mana korxona tashkilot muassasalarida o'sha muvofiq sharoit yaratilmasligi oqibatida o'sha xodimlar nogironlik bo'lgan holatlari kuzatiladi. Biz o'sha aynan hozir siz aytib o'tgan shu yuqorida nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida qonunchilikka rioya etilishi yuzasidan korxona tashkilot muassasalarida davlat nazorat va tekshiruvini amalga oshiramiz. O'sha xodimlarga, o'sha tashkilotdagi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari bo'yicha o'sha huquqlarni himoya qilish, ularning huquqlarini ta'minlashga qaratilgan targ'ibot va tartibot ishlarini amalga oshiramiz. Ya'ni o'sha qonunimizda aynan nogironligi bo'lgan shaxslarga o'sha shaxslarning masalan nogironligi bo'lgan shaxslarning aravachalarda harakatlanish uchun to'sqinlik sharoit yaratish, ularda barcha ish korxonalarda, barcha ish o'rinlarida o'sha nogironlik bo'lgan shaxslar uchun qulay mehnat sharoiti yaratish, ularga o'sha yetarli nima deydi, ish beruvchilar tomonidan sharoitini ta'minlashga qaratilgan barcha talablarni bajarishni nazorat qilamiz. Sababi o'sha juda ko'plab holatlar bo'lmoqdaki, nogironlik bo'lgan shaxslar ahvoli yanada og'irlashib, mana shu qonun talablarini bajarmasligi oqibatida shunday holatlar ko'plab uchramoqdaligi achinarli holat. Oxirgi kuzatuvlaringiz, tekshiruvlaringiz natijasi haqida ham to'xtalib o'tsangiz, viloyatimizda aynan nogironligi bor bo'lgan shaxslarga ijtimoiy himoya ko'rsatish, ularni jamiyatda o'rinlarini topish borasida yaratilayotgan sharoitlar yetarlimi? Haqiqatda viloyatimizda o'sha juda ko'plab uchraydi. O'sha tashkilot korxonalarda binolar, inshootlar, infratuzilma obyektlarida o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarning aravachalarida to'sqinlik harakatlanish uchun yaratilgan sharoit belgilangan talab normalariga javob bermaslik holatlari uchraydi. Bu bo'yicha biz nafaqat o'zimiz, balki o'sha huquqni muhofaza qiluvchi boshqa tashkilot organlari bilan, adliya organlari bilan hamkorlikda ko'plab o'sha tadbirlar ustida ishlab, o'sha tashkilotlarda tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib boryapsiz. Oramizda mana fuqarolarimiz ko'plab ishtirok etishyapti. Tibbiyot sohasidan, mahalladan va institutdan tashrif buyurgan fuqarolarimiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Bugun viloyatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ishlar qoniqarlimi? Sizlarning ham fikrlaringizni eshitamiz. Marhamat. Mikrofon sizda, marhamat, eshitamiz. Sizlarga qaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar, e'tiborlar qoniqarlimi? Marhamat, bemalol. Hammamizda fikr bor. Mana bizda men Jizzax shahridaman, lekin unchalik e'tiborli emas deb hisoblayman, chunki mahallada ham kam e'tibor qaratiladi. Biz bolalikdan nogiron bo'lib qolganmiz, mana paxta nimasi bo'yicha.
lekin judayam kam bizga e'tibor. Qaysi yo'nalishlarda siz masalan qaratilayotgan e'tibordan norozisiz? Masalan, yoki ko'nglingiz to'lmaydi? Ko'nglimiz to'lmaganlik ko'proq mana больницаlarga o'tishda qiynalamiz, order olishda, ana shulardan juda ham qiynalamiz. Mana davleniya, yurak sinokardiyalari bilan nima qilamiz. Ana shulardan juda ham nima qilamizda. Bu borada murojaat qilgansiz murojaat qilganmiz tashkilotlarga ham juda ham alida. E'tibor sust demoqchisiz. E'tibor juda ham sust. Faqatgina jarrohlikka nima qilamiz dedi. Lekin bizlar ham necha yildan beri nogironmiz, kamida 40 yildan beri. Yana kimda savollar bor? Marhamat, fikrlar bo'lsa eshitamiz. Marhamat. Jizzax davlat pedagogika universitetida o'qituvchi sifatida faoliyat olib boraman. Bizda ham talabalarimiz ichida imkoniyati cheklangan talabalar mavjud. Bugungi kunda universitetimiz rektori tomonidan imkoniyati cheklangan talabalarga alohida yotoqxonalar tashkil qilingan. Bundan tashqari imkoniyatlari cheklangan talabalar ro'yxatga olinib, ma'naviyat bo'limiz tomonidan moddiy ma'naviy rag'batlantirishlar berib boriladi. O'z faoliyatimdan kelib aytayotgan bo'lsam, universitetimiz doirasida shu imkoniyati cheklangan talabalarga yetarlicha sharoitlar yaratilib berilgan. Demak, oliy ta'limda ularni ta'lim olishi uchun qulayliklar yaratilib berilmoqda. Yana kimda fikrlar bo'lsa, marhamat, tez fikrlaringizni birgalikda eshitamiz. Fikringizga qo'shilaman. Men ham shunday deb o'ylayman. Hozirgi kunda mana nogironlarga e'tibor juda ham katta qaratilyapti. Imkoniyatlar ham asta-sekin hammasi yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki aytganingizdek, institutlarda ham nogironlarga alohida mana to'siqlarsiz imkoniyatlar ham yaratilyapti. Hammasi to'liq mumkin, lekin bir-ketin hammasi bir chekkadan bo'lib boryapti deb o'ylayman. Masalan, nimaga intilamiz, o'z harakat qilsak, hamma imkoniyatlar bizda bor deb o'ylayman hozirgi kunda. Sportga qatnaymiz desak, sportga ham hamma imkoniyatlar berib boryaptimi? Ijtimoiy himoya milliy agentligi qo'llab-quvvatlab, qanaqa muammolarimiz bo'lsa, darrov murojaat qilsak, uni hal qilib berishga harakat qilyapti deb o'ylayman men. Marhamat, fikrlar bo'lsa yana eshitamiz. Marhamat. Faqat universitetda hozirgi kunda, ayniqsa maktablarda ham mana shu imkoniyati cheklangan o'quvchilarni, ya'ni inklyuziv ta'lim deb to'rtmuchasi sog'lom o'quvchilar bilan birgalikda o'qitish tizimlari ham joriy qilinyapti. O'sha nima maqsadda? Ular ham o'zlarini shaxs sifatida kamol topishida, jamiyatda o'zini o'rni borligidan, mana shu jamiyatning a'zosi sifatida ulardan hech qanday kam joyi yo'qligini his qilib o'qish maqsadida o'sha har bir sinfda bittadan o'quvchi inklyuziv ta'lim, o'sha alohida unga uyiga borib ta'lim tarbiya bermasdan o'sha jamiyatning a'zosi sifatida bitta sinfda o'qishlari ham joriy qilinyapti. Mutaxassislarimiz fikrlarini ham eshitamiz. Marhamat. Ijtimoiy himoyadan kelgan mutaxassisimiz. To'g'ri aytishyapti. To'g'ri, ba'zi bir kamchiliklar bor, yo'q emas. Endi aniq tushunchaga ega bo'lib olishimiz uchun fuqarolar bilan suhbatlashishimiz kerak. Bu jarayonda agar fuqarolarda aniq ma'lumotlar yetarli bo'lmasa yoki mahalladan yoki qaysidir tashkilotdan ma'lumot ola olmasa, bizda ijtimoiy himoya milliy agentligining qisqa raqamlari bor murojaat bo'yicha. 1140 qisqa raqam bor. O'sha qisqa raqamga murojaat qoldirsangiz, o'z murojaatingizni o'sha orqali javobini olasiz. Agar sizga yetarlicha ma'lumot yetkazilmagan bo'lsa, ya'ni mahallaga borib murojaat qilishingiz kerak. Agar mahallaga borib murojaat qila olmasangiz, yo uyda o'tirib murojaat qilsangiz ham bo'ladi demoqchiman. Aynan ushbu qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qilish qisqa raqam orqali ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Qaliya mahallasida istiqomat qilaman. Bir nafar farzandim nogironligi bor. U aravadan foydalanadi. Mahalla tomonidan farzandimga arava berishdi, lekin farzandim biror bir hunarni o'rganishini xohlayman. Bu haqida mahallaga bir necha barobar murojaat qildik, lekin yaxshi natija olmadik. Sizlardan iltimos, farzandimni biron bir hunarga o'rgatish uchun menga yordam bersangiz. Bu haqida qayerga, qanday murojaat qilsam bo'ladi? Ismim Zaynab deb yozib yuborganlar. Marhamat. Avval aytardik, ushbu fuqaroga mana shu bizda mehnat bu yarmarkamizda qatnashishga imkoni bo'lmagan bo'lsa, bu yarmarka haqida xabardor bo'la turib yoki o'sha tavsiya etilgan ish o'rinlari o'qishiga loyiq bo'lmasa, mana bundan tashqari mana bizda